Do'stlar, video avvalida sizlarga Kompot Uz kanalini tavsiya qilib o'taman. Bu yerda Kompotning videolarini, tarjimalarini tomosha qilishingiz mumkin. Shuning uchun ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va mendan salom aytinglar. Ссылка opисaniada va tepadagi yozuvni bosib o'tishingiz mumkin. Barcha obunachilar salom qilaverasiz. Mening ismim Derman va men Minecraft youtuberman. Do'stlar, boshimizga balo yog'ildi. Zombilar hayvonlarga, aniqrog'i hayvonlar zombilarga aylanishni boshladi. Mana shunday yashab yuribmiz va uyimda hozir amakim va sinfdoshim. Bilasizlarmi, bu hammasi juda ham g'alati. Bu yerda sinfdoshim uxlagandi. Xo'sh, o'tgan safargi narsalarim, telefon, kalit va politsiya uchastkasidan topilgan pistolet, undan tashqari ozgina pul va kiyimlarim. Do'stlar, avvalgi qismlarni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingizni tavsiya etib qolaman. Bilasizlarmi, birinchi kechasi juda ham qo'rqqan edim zombilar bilan birga bo'lganimizda, lekin endi bu yerda 3 kishimiz va umuman qo'rqmayapman. Yo-mayo, eshikka qilib qoldim har doimgidek. Shuning uchun ham do'stlar, endi yashash osonroq bo'ldi. Unchalik ham qo'rqmayapman, chunki yursam atrofimda yuradiganlar bor va agar zombi hayvonlar kelib qolsa, birdaniga sezishimiz mumkin. Xayrli tong, Rob. Xayrli tong, qandaysan? Yaxshi, ajoyib. Amakim turibdilarmi? Ha, turibdilar. Amakimni ko'rmadingmi yoki chiqib ketdilarmikin? Ha, chiqib ketgandilar. O, yaxshi. O, assalomu alaykum amaki. Alaykum. Yaxshi yotibdingmi? Ha, yaxshi. Bu yerga chiqib olibsiz. Kechadan beri o'tiribman. Ha, nima uchun? Ko'chaga chiqdingizmi? Yo'q, shunchaki yarim og'rib uxlay olmadim. Afsus. Xo'sh, nima bo'ldi? Bilasan, shu yerda o'tirib chiqdim. Hattoki uyqum ham kelmayapti. Yomon bo'libdi. Ha, mayli, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Biz Rob bilan ovqatga borib kelmoqchi edik, kecha reja qilgandik. Unda siz shu yerda qolib o'yinni qolplamay ketaman, qarab turasiz, bo'ladimi? Ha, albatta. Chunki bizda umuman hech narsa qolmagan do'stlar, yegulikdan. Chunki hamma yegulik garajda qolib ketganda, garajni esa portlatib yubordik. Xo'sh, bu yerda do'stlar menda xalta bor. Mana shunga hamma ovqatni solib olamiz. Agar albatta bizgacha hamma ovqatni olib ketmagan bo'lishsa, nima deysan, Rob? Menimcha olib ketib bo'lishgan. Mayli. Tavakkal qilib boramiz. Mayli, amaki. Sizga xayrli kun va biz ketdik. Xo'sh, Rob. Ko'chada zombi hayvonlar yo'q, ketishimiz mumkin. Kelyapsanmi? Ha, yaxshi. Bilasanmi, amaki, eshikni yopib oling. Xo'sh. Yo-mayo, Rob, nimaga qutini olib tashlamading? Shunchaki qolib ketganda yana yig'ishtirmoqchi edim. Bo'la qol, chunki bu yerdagi go'shtlarni hidiga zombi hayvonlar kelishi mumkin. Ha, yig'ishtirib ketaman. Bo'la qol. Mayli, keyinroq qilamiz. Hozir esa magazinga borishimiz kerak. U yerda bizga konservalar qolgandir, hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham. O'ylaymanki qolgan. Agar olib ketishmagan bo'lishsa. Umid qilamanki olib ketishmagan. Kela qol, Rob. Xo'sh, do'stlar, bu yerda poyezdlar o'tmayapti. Xo'sh, ko'chalar bo'sh. Hattoki zombi hayvonlar ham ko'rmayapti. Qiziq. Kelyapsanmi? Ha. Xo'sh. Hech kim yo'q. Ko'chalar bo'sh, ho'llab qolgan. Kela qol. Xo'sh. Do'konning eshigi ochiq. Jin ursin. Menimcha peshtaxtalar bo'sh. Rob ovqat qolmabdi. Yo'q, bor. Ozginagina. Menimcha biz ketadi hammasini yig'ib olsak. Shuning uchun ham bo'la qol. Senda bormi? Yig'ib olishga bordimmi? Menda paket bor. Okey. Xo'sh, hammasini yig'ib oldim va mana shular xaltamga sig'mada ortib qoldi. Menda ham juda ko'p. Xullas, menimcha yetadi yaqin 1 hafta, 2 haftaga. Umid qilamanki shunday. Aytgancha, kecha vertolyot uchib o'tganda kel, o'sha yerga qarab kelamiz. Tunnel tarafga uchib ketgandi. Yaxshi. Faqat mana bu yerdan o'tamiz, chunki kela qol shu yerdan o'tsak qisqaroq bo'ladi. Aks holda hozir aylanib o'tishimizga to'g'ri keladi. Menga farqi yo'q, borsak bo'ldi. Ko'chalarda zombi hayvonlar umuman ko'rmayman. Balki harbiylar ishni boshlagandir. Balki, chunki rostidan bular yo'q. Harbiylarni ko'ryapman. Lekin bizni qanday qabul qilishlarini bilmayman. Shuning uchun sen shu yerda turib tur, men esa yonlariga borib kelam, bo'ladimi? Menga farqi yo'q. Yaxshi, do'stlar, hozir yonlariga borib kelamiz. Xo'sh, harbiylar, hammaga salom. Qo'ling ko'tar. Men yomon emasman, qo'limni ko'tardim. Yaxshi, yaqinlash. Kimsan? Oddiy fuqaroman, shunchaki yashab yuribman, tirik qolishga harakat qilyapman. Qanday qilib tirik qolib yuribsan? Bilasizlarmi, men politsiya uchastkasida to'pponcha topgandim. Tashla. Hop, tashlayman, bo'ldi. Eslab qol o'g'lim, harbiylarga hech qachon qurol qaratma, aks holda otib tashlashimiz mumkin. Xo'p, sizning uchun mana o'qlarni ham tashlayman. Yaxshi, o'zingdan bilib tashlading. Endi esa bu yoqqa kel. Qayoqqa? Sizning yoningizgami yoki sariq narsali yigitning yoniga? Nima uchun nima bo'ldi? Bu seni kasallangan yoki kasallanmaganligini tekshirishimizga yordam beradi. Xuddi koronavirus vaqtidagidekmi? Isitmani o'lchaysizlarmi? Yo'q, bu umuman boshqa narsa. Hop, okey. O'zi hammasi yaxshimi?
Bizni qutqarasizlarmi? Hammasi Ularni yaxshi bo'ladi. tushiraveringlar. Soppa-sog'. Xudoga shukr. Ketsam bo'ladimi? Ha, ketishing mumkin. Bir o'zing yashaysanmi yoki ko'pchilik bilanmi? Bir o'zim yashayman. Bo'pti, keta qol. Qurolim olsam bo'ladimi? Yo'q, tashlab ket. Lekin qanday tirik qolaman? Buni biz hal qilamiz. Ketaver. Zombi hayvonlar yaqinda yo'q bo'lishadi. Shunaqami? Ha, Mayli unda sizlarga katta rahmat va omad. senga ham. Ajoyib do'stlar, ajoyib. Qurolimni tortib olishdi. Endi zombi hayvonlar chiqib qolsa nima qilamiz? Rob. Nima bo'ldi? Ular meni to'pponchamni tortib olishdi. Endi nima bo'ladi? Bilmasam, tezroq bu yerdan ketganimiz ma'qul. Aks holda zombi hayvonlar chiqib qolishsa, to'pponchasiz qiyin bo'lishi aniq. Mayli, gaz kalitini olib olaman. Har ehtimolga qarshi jin ursin. Hozir nimaga olib qo'yishdi? Bilmasam, shunchaki yonlariga bordim va mendan so'rashdi, "Qanaqasiga tirik qolib yurasan?" deb. Men aytdim, "Politsiya uchastkasidan to'pponcha topib olganim" degandim. Vahima ko'tarib tashla deyishdi. Keyin tashladim. Xo'sh, shunday qilib olib qolishdi. Yomon bo'libdi. Nima bo'ldi endi? Bizni qutqarishar ekanmi? Albatta, aytgancha ularda qanaqadir narsa bor ekan. Ism o'lchagichga o'xshagan, ana shu orqali zombiga aylanishimiz mumkinmi, yo'qmi tekshirishar ekan. Ya'ni kasallanganmizmi yoki sog'mizmi? Yaxshi. Va mana buni ham hozirroq yig'ishtirib qo'y. Aks holda bu yerga yig'ilgan narsalarning hidiga zombilar kelishi mumkin. Bo'la qol. Xo'p, yig'ishtirib qo'yaman. Mayli. Bilasizlar do'stlar, Rob buni ichiga biz o'ldirgan zombilarni, hayvonlarni, go'shtlarini solib qo'ygan va yig'ishtirib qo'ymagan. Xo'sh, tog'a, harbiylarni ko'rdik, lekin ular mendan to'pponchamni olib qo'yishdi. Nima? Harbiylar kelibdimi? O'shaning uchun menimcha zombi hayvonlar ko'rinmayapti. Ular asta-sekin ularni qirib tashlashni boshlagan bo'lsa kerak, lekin u qog'ozlarni biror marta eshitmadim. Men ham tuni bilan o'tirib chiqdim axir. Men ham hayronman. Bilasizmi, biz do'konga bordik va u yerdan ozgina konserva topdik.